Assalomu alaykum qadrdonlar. Ziyorat loyihamiz yana efirda. Bugungi suhbatdoshimiz O'shlik 74 yoshli og'ir atletika bo'yicha 3 karra jahon chempioni, ya'ni powerlifting bo'yicha jahon chempioni Saidfozil Muhammedov bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlisiz, yaxshimisiz? Yaxshimiz, Xudoga shukr. Mana bugun sizni mana sport majmuasiga tashrif buyurdik. Sizga beriladigan savollar bor. Mana shu Saidfozil aka, mana shu 74 yoshga qadam qo'ydingiz-da hozir. Shu 74 yoshda sizni og'ir atletika bo'yicha shug'ullanishlik bu sizni tengqurlaringiz orasida bu umuman uchramaydigan holatda, noyob inshaalloh. To'g'rimi? Endi bu aslida bu qiziqish qachondan boshlangan bu sohaga? Nega aynan og'ir atletikani tanlagansiz? Shu haqida gapirsak boshdan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Men 13 yosharimda qiziqib, ko'chalarda tosh ko'tarib, bunday qilib yurib, o'sha polvonlarni, dunyo rekordlarini ko'tarayotgan polvonlarni ko'rib qiziqqanman. Qiziqib, undan keyin o'zim ko'tarib yurgan detskiy olimpiya shkolaga, tijoriy atletikaga borganman. O'sha yerda keyin toshlarni ko'tarib, u yerda trenerlar Sergey Sadikovich degan trenerlar bo'lgan, David Kim degan trenerlar bo'lgan, Dilshod Yo'ldoshev, keyin Arabbay Isroil, shunga o'xshagan katta trenerlar, Fahriy degan o'ris bola, juda ham ko'p trenerlarni ko'rdim men bu yerda. Shularning orqasidan Alloh taolo mana katta rezultatlarni qildim bu yerda. U yerda ham o'sha katta sarmoyalarga chiqdim. Chiqqandan keyin u yerda u vaqtda Isroatda Frunze deb atalardi. Shundan keyin Kazakbayev degan trener meni o'z xonimamga olib u ham o'rgatgan. Isroil o'rgatgan, Dilshod aka международный klass o'shalar детская olimpiya shkolada tijoriy atletikada o'sha master sport qilganman. Undan keyin yoshim kattaroq bo'lgandan keyin 20larda o'tib, 25larga borgan, 20larda armiyadan borib kelganimdan keyin, armiyadan keyin 21-22 yosharimda shu powerliftingni tanlab, shu vaqtda shungacha mana hozir davom etib. Endi shu yerda bir savol paydo bo'ldi, boshlandi. Powerlifting bu qanday og'ir atletikani bir turi? Masalan, biz ko'pchilikka bu nima deydi, qiziq tuyulishi mumkin-da. Aynan shu sohani, powerlifting sohasini tanlashga kirganingiz to'g'risida ham gapirsangiz. Powerlifting degani endi tijoriy atletika bilan qo'shni, o'rtoqda. Ikkovi o'xshashib ketadi bir-biriga. Podxodlari, повторениялari o'xshashib ketadi. Lekin men powerliftingda ham jim lo'jasini tanlaganman. Powerlifting o'zida ham isbot qilganman. Lekin hozirgi vaqtlarda o'sha jim lo'ja bilan chiqyapman. Lekin menga shu powerlifting yoqadi. Ko'p odamlar shuni yoqtiradi. Nima uchun? Bu yerda texnikalari yaxshi, tijoriy atletikada zarmasi qilganicha o'xshashib ketgani uchun bunda men shoirgacha davom etib kelyapman. Bu bizga ma'lumki, siz shu powerlifting bo'yicha keksalar o'rtasida 3 marta 3 karra jahon chempioni bo'lgansiz, 2 karra Yevropa chempioni bo'lgansiz. Bu juda katta ko'rsatkichda. Albatta. Shu haqida bir batafsil gapirsangiz. Qachon jahon chempionati nimada jahon kubogini qo'lga kiritgansiz, shular haqida bir tafsil. Birinchidan o'sha Yevropa sarmoyalari Bishkekda bo'lgan. Bishkekda 2 marta yutib oldim. Mana shu 2008mikan esimda yo'q, shunday bo'lish kerak. 2 marta yutdim Yevropani. Undan keyin chempionatda Kubka Miraga tayyorlandim. Bishkekda uni ham yutib oldim. Nechinchi yil shu? O'sha 2000
shu 22 minutda shunday bo'lsa kerak. Undan keyin 2023-yilimikin nimaga bordim? Moskvaga bordim. Moskvada yana chempion mir bo'ldim. Necha kilo vazn bo'yicha tosh? Bu yerda ko'targanimda u yerda soperniklar bo'ldi. Qozog'istondan, undan keyin Belorussiyadan bo'ldi. Ular jicha nima yutkazishib qo'ydi menga. Ko'tarib birinchi mesdan oldim. 135 kilo rekord qo'ydim. Qirg'izistonda birinchi chempionatda miri Moskvada 135 jim qilib yutib oldim. Undan keyin yana chempionatda mir Bishkekda bo'ldi. U yerga borib turib yana o'zimni rekordimni almashtirib 140 kilo ko'tardim. Yangi rekord qo'yganman. Keyin yana 2025-yilda ham borib turib yana rekordimni yana yangilab 140 kilo yana ko'tarib rekordim yana vastonovat qildim Moskvada, yana chempion bo'ldim Moskvada yana. Endi Alloh buyursa endi hozir absolutga chempion bo'ldim. Absolutkada Mutlaq chempion. Endi mana xudo xolasa hozir 2026-yilga Moskvaga chaqiryapti. 2-dekabrga xudo xolasa. Bu rekordni necha kilo bilan? Endi bu yil o'zi o'sha 140 kilo rekordim bor, hali hech kim buzgan yo'q. Dunyo bo'yicha hech kim buzolmadi hali. Meni yoshimni ko'rganim ham yo'q. Endi shuni bu yil xudo xolasa, Alloh rozi bo'lsa, elimiz Qirg'iziston meni padesha qiladigan bo'lsa, 145 yo 150 kilo ko'taraman degan niyatlarim bor. Bu rekord eng выше chiqqan rekord bo'ladi. Hali biri hech yerda ko'targan yo'q. Xudo xolasa 150-145 ko'taraman degan niyatlarim bor. Endi bu sizni shu musobaqalarga borishingizga, shu faoliyatingizga homiylar bormi? Masalan, o'sha chempionat musobaqalarga borishlik uchun albatta moliyaviy mablag' kerak bo'ladi. Men burunlari rosa qiynaldim. O'zim ishida ishlamayman, to'ta sportda pensionerman. 2 marta, 3 marta dunyo chempionatlariga borolmadim. Shunda bir qirg'iz qiz kelib, men padesha qilaman aka deb, meni ash qirg'iz qiz birinchi marta chempionat mirga jo'natishi ash qiz sababchi bo'ldi. Qo'limga 70 ming pul berdi. Alloh rozi bo'lsin shu qizdan. Mana shuni borib, mana yutib ham keldim. Yutolmasam nima qilaman deb u qizga vapros bersam, o'ynab kelasiz aka dedi. Mana Xudoga shukr yutib keldim. Ikkinchi marta yana Moskvaga ketganimda stроительный quruvlari to'g'risida bir xo'jayin bor ekan, bola stроительlar qurar ekan, domlar qurar ekan, u bola ham yordam berib, ikkinchi marta borishimga biletlarimni olib berdi. Endi mana 3-marta Olimpiyskiy shkolada trenirovka qilyapman. Endi direktor обещать qilyapti. Endi hali olganim yo'q. Yordam beramiz. Детский Olimpiyskiy shkola по тяжелой atletikada direktor yordam beraman deyapti. Xudo xolasa yordam berib olsa, Alloh rozi bo'lsin. Moskvaga borib oltin medal bilan Qirg'iziston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelishimni Alloh nasib etsin. Albatta. Endi u agar boshqa homiylar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi albatta. Bolalar maktabda детский юношеский shkolani rahbari shunaqa deb va'da bergan bo'lsa, va'dasiga tursa yaxshi bo'ladi. Chunki siz Qirg'izistonning nomidan borasiz. Qirg'iziston bayrog'i, ya'ni keksalar o'rtasida powerlifting bo'yicha siz rekordni yangilagani borasiz. Bu bu tomoshabinlarimiz uchun ham bir qiziq bo'lishi kerak, chunki sizda insonlarni qo'llab-quvvatlanishi kerak. To'g'rimi? Inshaalloh yana shu xalqimizdan, Qirg'iziston davlatidan, Qirg'iziston elidan so'rayman. Mana Amerikalarga, shu yerlarga o'tolmayapman. Agarda menga возможность berishsa, Qirg'izistonliklar yordam beramiz. Qirg'iziston bayrog'ini Amerikada ko'tarishimga Alloh nasib etsin, shuni ko'tarib kelay degan niyatim bor. Inshaalloh.
siz ko'p g'alabaga erishgan insonsizlar. Shu sport sohasi bo'yicha. Ulardan shu g'alabalardan eng ularning ichida eng unutilmas, eng esda qolarlisi qaysi bo'lgan? Qaysi? Alhamdulillah, Alloh buyurganiga shukrona bo'lsin. Men chempionatda yerga chiqib dunyo rekordini qo'yganimdan rosa xursandman. Nima uchun deganda 3 marta dunyo rekordini qo'yib zolotoy medal oldim. Shu yerdan juda ham baxtliman deb hisoblayman. Bu narsa Qirg'izistonimizda obro'yi bo'ladi. İnşallah. Shu o'rinda bir an'anaviy savol. O'zi siz qaysi mahallasidasiz? Qayerda bir ulg'aygansiz, voyaga yetgansiz? Alhamdulillah, men yoshligimdan mana shu Qirg'izistonda O'sh shahrida tug'ilganman. O'sh shahrida yashaganman. Qirg'izistonda mana shu Shaytepa degan joyda yashaganman. Mana Xudoga shukr, hozirgacha yashayapman. Men shu Qirg'izistonda tug'ilganimga shukronalar bo'lsin. Men baxtliman deb hisoblayman. Inshaalloh. O'zimni. Juda yaxshi. Xudo xolasa Saidqozi aka o'sha dekabr oyida bo'ladigan shu jahon chempionatining rekordini yangilaganingizda yana siz bilan boshqa suhbat qilish, ya'ni qayta Alloh taolo nasib qilsin. Alloh. Salomat bo'ling. Tinch bo'ling.